Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun pensiya yoshiga yaqinlashganlar yoki pensiyada bo'lganlar uchun nihoyatda dolzarb mavzuni muhokama qilamiz. Agar sizning oilangizda pensiya oluvchilar bo'lsa yoki kelajakda pensiya olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Pensiyalarni to'lash tartibiga kiritilgan so'nggi muhim o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot beraman. Bu o'zgarishlar ko'plab insonlarning moliyaviy ahvoliga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Video juda muhim bo'lgani uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizga foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda yordam beradi. Pensiyalarni to'lash tartibi. Avval qanday bo'lgan va hozir nima o'zgardi keling. Avval qanday bo'lganini va hozir nima o'zgarganini tushuntirib beray. Avval pensiyalar odatda har oyning ma'lum kunida naqd pul ko'rinishida pochta orqali yoki bank kartalariga o'tkazilardi. Qishloq joylarda pochta aloqa bo'limi xodimlari pensiyani bevosita uyga yetkazib berishardi. Bu keksa fuqarolar uchun qulaylik yaratardi. Shaharlarda esa pensiyalar aksariyat hollarda banklar orqali yoki pochta bo'limlaridan olinardi. Bu tizimda naqd pulga tezkor kirish imkoniyati bor edi. Ammo shuning bilan birga bu tizimda bir qator kamchiliklar ham mavjud edi. Ba'zi hollarda pensiyalar kechikib yetkazilardi, ayniqsa uzoq hududlarda. Pochta bo'limlarida uzun navbatlar yuzaga kelardi. Bu esa keksa yoshlar uchun jiddiy noqulaylik tug'dirardi. Eng muhimi, mablag'larning xavfsizligi masalasi dolzarb edi. Ba'zi kimsalar nafaqaxo'rlarning pullarini o'g'irlash holatlari ham uchrab turardi. Bu esa pensiya oluvchilarda xavotir uyg'otardi. Endi esa eng muhim qismiga o'tamiz. Hozir nima o'zgardi? Davlatimiz tomonidan pensiya tizimini raqamlashtirish va shaffofligini oshirish maqsadida juda jiddiy islohotlar amalga oshirildi. Asosiy o'zgarish shundaki, endilikda pensiyalarni to'lashning yangi, zamonaviy va xavfsiz tizimi joriy etilmoqda. Endilikda pensiyalarni bank kartalariga o'tkazish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Ya'ni har bir nafaqaxo'r uchun alohida pensiya kartalari ochilishi va barcha to'lovlar shu kartalarga avtomatik tarzda o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Bu naqd pul bilan bog'liq xavfsizlik muammolarini bartaraf etadi va pensiyalarning o'z vaqtida hech qanday kechikishlarsiz yetkazilishini ta'minlaydi. Shuningdek, bu tizim orqali nafaqaxo'rlar o'z pullaridan istalgan vaqtda, istalgan joyda bankomatlar, terminallar orqali yoki do'konlarda to'lovlarni amalga oshirish orqali foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bu katta qulaylik, chunki endi har oy pensiya uchun navbat kutish, uzoq manzillarga borish shart bo'lmaydi. Bu o'zgarish nafaqat to'lov jarayonini soddalashtiradi, balki mablag'larning xavfsizligini ham sezilarli darajada oshiradi. Chunki banklar zamonaviy himoya tizimlaridan foydalanadi. Kimga tashvishlanish kerak va kimga eshiklar ochiladi? Keling, endi bu o'zgarishlarning har bir jihatini batafsil ko'rib chiqaylik va kimga qanday ta'sir qilishini aniqlaylik. Avvalo, kimga bu o'zgarishlar shunchaki qulaylik yaratadi? Kimga esa ma'lum qadamlar qo'yishni talab qiladi? Birinchi holat. Pensiyani allaqachon bank kartasiga olayotganlar. Agar siz pensiyangizni avvaldan bank kartangizga qabul qilayotgan bo'lsangiz, siz uchun katta o'zgarishlar bo'lmaydi. Siz avvalgidek o'z kartangizga pensiyani qabul qilishda davom etasiz. Lekin shuni yodda tutingki, sizning kartangiz xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan yangi tizimga avtomatik tarzda integratsiya qilinadi. Bu jarayon sizdan hech qanday qo'shimcha harakat talab qilmaydi. Masalan, 70 yoshli Farg'onalik Otabek aka o'z pensiyasini 5000 so'm 2 yildan buyon Ipak yo'li banki kartasiga qabul qiladi. U uchun hech narsa o'zgarmaydi. Pensiyasi avvalgidek oyning 5 sanasida kartasiga tushishda davom etadi. Uning yagona ehtimoliy o'zgarishi, agar bank avvalgi kartani yangi turdagi kartaga almashtirishni taklif qilsa, bu ham uning xohishiga bog'liq bo'ladi. Hozirgi kartasi xizmat qilishda davom etadi. Ikkinchi holat, pensiyani pochta orqali naqd pulda olganlar. Mana shu toifa uchun o'zgarishlar eng jiddiy bo'ladi. Endilikda siz pensiyani naqd pulda olish imkoniyatidan mahrum bo'lasiz. Sizga yangi bank kartasi ochishingiz va pensiyangizni shu kartaga o'tkazishni tashkil qilishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayon uchun pensiya jamg'armasi mahalliy bo'limlari yoki tijorat banklari bilan bog'lanishingiz lozim. Misol uchun, Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida yashovchi Maygin 2 yoshli Mahfuza buvi har oy o'z pensiyasini 20-200 ming so'm pochta orqali qishloq xat tashuvchisidan olardi. Endilikda u pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, o'zi uchun bank kartasi ochishi
va shu kartaga pensiyasini o'tkazish haqida ariza yozishi kerak bo'ladi. Bu unga dastlab bir o'z noqulaylik tug'dirishi mumkin. Chunki u bank kartasidan foydalanishga o'rganmagan. Lekin bank xodimlari unga kartadan foydalanish bo'yicha batafsil yo'riqlar berishadi va bu uning pullarini saqlashda ancha xavfsizroq usul hisoblanadi. 3-holat yangi pensiya oluvchilar. Agar siz endigina pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz va birinchi marta pensiya olishni boshlamoqchi bo'lsangiz, siz avtomatik ravishda bank kartasi orqali pensiya olish tizimiga ulanasiz. Siz pensiya jamg'armasiga hujjat topshirish jarayonida o'zingiz xohlagan bankni tanlaysiz va sizga maxsus pensiya kartasi ochiladi. Misol tariqasida Toshkentlik 60 yoshli kimyo muhandisi Gulnora opa yaqinda pensiyaga chiqdi. U pensiya hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonida Xalq bankida o'ziga yangi pensiya kartasi ochdi. Endi uning 1.800.000 so'm pensiyasi har oy shu kartaga muntazam ravishda tushirib boriladi. Bu unga hech qanday ortiqcha ovoragarchiliksiz zamonaviy usulda moliyaviy mablag'larini boshqarish imkonini beradi. 4-holat. Uzoq hududlarda yashovchi fuqarolar. Avvalgi tizimda ularga pochta xizmatlari orqali pensiya yetkazib berishda ba'zi kechikishlar kuzatilishi mumkin edi. Endilikda bank kartasi tizimi orqali ular ham shahardagi fuqarolar singari pensiyalarini o'z vaqtida qabul qiladilar. Asosiy muammo bankomatlar va terminallarning mavjudligi bo'lishi mumkin. Lekin davlatimiz bu borada ham choralar ko'rmoqda, bankomatlar tarmog'i kengaytirilmoqda. Andijon viloyatining Buloqbo'sh tumanidagi uzoq qishloqda yashovchi 75 yoshli Rahim bobo avval pensiyasini 22.000 so'm har oyning indek sanasida ba'zan undan ham kechikib olardi. Endi unga ham bank kartasi ochilgan. Qishloq markazida yangi o'rnatilgan bankomatdan u istalgan vaqtda o'z pensiyasini yechib olishi mumkin bo'ladi. Agar u o'zi bankomatdan foydalana olmasa, uning yaqinlari unga yordam berishlari mumkin. Bu ham qonuniy yo'l. Istisnolar, muhim nuanslar va kutilmagan holatlar har bir yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yangi pensiya to'lov tartibida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berilishi lozim bo'lgan jihatlar va kutilmagan vaziyatlar bo'lishi mumkin. Keling, shu nozik tomonlarni birma-bir ko'rib chiqaylik. Birinchi muhim nuansa, kartadan foydalana olmaydigan fuqarolar, ba'zi keksa yoshli, jismoniy cheklovlarga ega yoki nogironligi bor insonlar bank kartasidan mustaqil foydalana olmasliklari mumkin. Bunday holatlarda nima qilish kerak? Davlatimiz bu masalani ham e'tibordan chetda qoldirmagan. Maxsus holatlarda fuqaroning sog'lig'i yoki jismoniy holati bank kartasidan mustaqil foydalanishga imkon bermaydigan hollarda pensiyani uyiga yetkazib berish xizmati saqlanib qolishi mumkin. Ammo bu holat qat'iy tartibga solinadi va tasdiqlangan tibbiy xulosalar asosida amalga oshiriladi. Buning uchun fuqaro yoki uning qonuniy vakili pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi va tegishli hujjatlarni taqdim etishi lozim. Misol uchun, 90 yoshli buvisi Meliha xolaning ikki oyog'i harakatlanish imkoniyatidan mahrum bo'lganligi sababli u bankomatga borib pensiya ola olmaydi. Uning farzandi pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, tibbiy xulosa taqdim etdi va endilikda Meliha xolaga pensiyasi har oyda uyga yetkazib berishda davom etmoqda. Bu shuni anglatadiki, bunday istisnolar mavjud, lekin ular avtomatik tarzda emas. Balki shaxsiy murojaat va hujjatlar asosida ko'rib chiqiladi. Ikkinchi muhim jihat bankni tanlash va kartani olish. Fuqarolar o'zlari xohlagan tijorat bankini tanlashlari mumkin. Ya'ni siz faqat bitta bankka bog'lanib qolmaysiz. Siz o'zingizga qulay filiallari bor, yaxshi xizmat ko'rsatadigan yoki siz allaqachon mijozi bo'lgan bankni tanlashingiz mumkin. Biroq shuni yodda tutish kerakki, har bir bankning karta ochish va xizmat ko'rsatish shartlari biroz farq qilishi mumkin. Ba'zi banklar bepul karta ochishni taklif qilsa, boshqalari minimal xizmat haqi olishi mumkin. Pensiya jamg'armasi orqali rasmiylashtirilgan kartalar odatda bepul bo'ladi. Maslahatim, bir nechta bankning takliflari bilan tanishib chiqing va o'zingizga eng mosini tanlang. Masalan, yashash joyingizga eng yaqin bo'lgan bankni. 3-muhim jihat, xizmat haqlari va komissiyalar. Bank kartasidan naqd pul yechishda ba'zi bankomatlarda yoki ba'zi hollarda komissiya olinishi mumkin. Odatda sizning pensiya kartangizni ochgan bankning bankomatlarida komissiyasiz naqd pul yechib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Ammo boshqa banklarning bankomatlaridan foydalanganda kichik komissiya olinishi mumkin. Bu pensiyaning ma'lum bir qismini yo'qotish degani. Shuning uchun imkon qadar o'z bankomatlaringizdan foydalanishga harakat qiling
yoki komissiyasiz yechish imkoniyatini taqdim etadigan banklarni tanlang. Shu bilan birga terminallar orqali do'konlarda to'lovlarni amalga oshirganda hech qanday komissiya olinmaydi. Bu esa pullaringizni to'liq miqdorda ishlatishga imkon beradi. 4-muhim jihat bank kartalari va ulardan foydalanish xavfsizligi. Raqamli to'lovlar dunyosiga kirar ekansiz, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish juda muhim. Bank kartangizning PIN kodini hech kimga bermang. Uni hech qayerga yozib qo'ymang. Bank xodimlari ham sizdan PIN kodini so'rashga haqli emaslar. İnternetda yoki telefonda firibgarlik holatlari ko'payganini yodda tuting. Agar sizga bank yoki pensiya jamg'armasi nomidan qo'ng'iroq qilib, kartangiz ma'lumotlarini yoki PIN kodini so'rashsa, darhol aloqani uzing. Bank kartangizni yo'qotgan taqdirda darhol bankka xabar berib, uni bloklab qo'ying. Bu sizning mablag'laringizni xavfsizligini ta'minlashning eng asosiy qoidalaridir. 5-nozik nuansa: vasiylik va homiylik. Agar pensiya oluvchi shaxsning vasiysi yoki homiysi bo'lsa, pensiya to'lovlari vasiy yoki homiyning bank kartasiga o'tkazilishi mumkin. Bu holda vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar, jumladan sud qarori yoki hokimlikning tegishli qarori pensiya jamg'armasiga taqdim etilishi lozim. Bu jarayon ham shaffoflikni oshirish va mablag'larning maqsadi bo'yicha ishlatilishini ta'minlash maqsadida qat'iy nazorat ostida bo'ladi. Bu tartib ayniqsa muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolar pensiyasini boshqarishda juda muhimdir. Ularning huquqlari himoya qilinadi. 6-nuansa mobil ilovalar va internet banking. Zamonaviy dunyoda ko'plab banklar o'z mijozlariga mobil ilovalar va internet banking xizmatlarini taklif etadi. Bu xizmatlar orqali siz uyda o'tirib turib pensiya tushganligini tekshirishingiz, hisobingizdan to'lovlarni amalga oshirishingiz, kommunal to'lovlar, uyali aloqa va hokazo mumkin. Bu keksa yoshlar uchun dastlab biroz murakkab tuyulishi mumkin, ammo bank xodimlari bu borada yordam berishga tayyor. O'zingizga qulay bank mobil ilovasini o'rnatib, uning imkoniyatlaridan foydalanishni o'rganish sizning hayotingizni ancha osonlashtiradi. Bu ayniqsa bankka borishga qiynaladiganlar uchun juda katta yordamdir. Vaqt va mablag'ni tejaydi. Amaliy maslahatlar: siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilsa, qanday aniq qadamlar qo'yishingiz kerak? Siz nima qilishingiz kerakligini birma-bir tushuntirib beraman. 1-qadam: vaziyatingizni aniqlash. Avvalo, yuqorida aytib o'tilgan holatlardan qaysi biriga mos kelishingizni aniqlang. Pensiyani allaqachon bank kartasiga olyapsizmi yoki naqd pulda? Agar siz pochta orqali naqd pulda olgan bo'lsangiz, demak keyingi qadamlar aynan siz uchun muhim. Agar allaqachon kartaga olayotgan bo'lsangiz, yuqoridagi nuanslar bo'limida aytilgan xavfsizlik qoidalariga rioya qilishga e'tibor qarating va kartangiz muddatini tekshiring. 2-qadam: pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat. Agar siz pochta orqali naqd pulda pensiya olgan bo'lsangiz va endi bank kartasiga o'tishingiz kerak bo'lsa, eng avvalo yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar yerga bo'limiga murojaat qiling. Pasportingizni o'zingiz bilan olishni unutmang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga qanday bankni tanlashingiz va qanday hujjatlar tayyorlashingiz kerakligi haqida batafsil ma'lumot berishadi. Shuni unutmangki, bu muassasa sizning asosiy maslahatchi va yordamchingizdir. Ularning ko'rsatmalariga amal qiling. 3-qadam: bank tanlash va ariza yozish. Pensiya jamg'armasidagi maslahatdan so'ng o'zingizga ma'qul bo'lgan tijorat bankini tanlang. Bankni tanlashda uning filiallari qayerda joylashgani, sizning uyingizga yaqinligi, xizmat sifati, komissiya miqdori agar mavjud bo'lsa va mobil ilovasining qulayligiga e'tibor bering. Tanlagan bankka borib, pensiya kartasi ochish bo'yicha ariza yozasiz. Bank xodimlari sizga ushbu kartani och va undan foydalanish bo'yicha to'liq ko'rsatmalar berishadi. Sizga bank kartasining o'zi, uning PIN kodi va kartani aktivlashtirish bo'yicha ko'rsatmalar taqdim etiladi. 4-qadam: hujjatlarni tayyorlash. Pensiya kartasi ochish uchun sizga odatda faqat pasportingiz kerak bo'ladi. Agar sizda boshqa biron bir shaxsni tasdiqlovchi hujjat, masalan ID karta bo'lsa, uni ham olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda agar sizning ishingiz biron bir istisnoga kirsa, masalan, nogironlik yoki jismoniy cheklovlar sababli uyga pensiya yetkazib berish zarurati, sizdan tegishli tibbiy ma'lumotnoma yoki nogironlik guvohnomasi talab qilishlari mumkin. Bunday hollarda hujjatlarni to'g'ri tayyorlash muhimdir. Barcha kerakli hujjatlar to'liq bo'lishi jarayonni tezlashtiradi. 5-qadam:
Kartani faollashtirish va foydalanishni o'rganish. Bank kartasini olganingizdan so'ng uni faollashtirish kerak bo'ladi. Odatda bu bankomatga birinchi marotaba PIN kod bilan kirish orqali amalga oshiriladi. Bank xodimlaridan sizga kartadan foydalanish, bankomatdan pul yechish, to'lovlarni amalga oshirish va mobil ilovadan foydalanish bo'yicha batafsil ko'rsatmalar berishlarini so'rang. Agar sizning yaqinlaringiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz bor bo'lsa, ulardan sizga bu borada yordam berishlarini so'rashingiz mumkin. Bu yangi ko'nikma bo'lgani uchun sabr-toqatli bo'ling va asta-sekin o'rganing. Dastlab kichik summani yechib ko'ring, do'konda to'lovni amalga oshirishga harakat qiling. Tajriba orttirganingiz sari bu jarayon siz uchun ancha osonlashadi. 6-qadam, xavfsizlikni unutmang. Yuqorida aytganimdek, PIN kodni sir saqlash, kartani yo'qotgan taqdirda darhol bankka xabar berish, shubhali qo'ng'iroqlarga ishonmaslik eng muhim qoidalar hisoblanadi. Bu sizning shaxsiy mablag'laringizni himoya qilish uchun zarurdir. Banklar va pensiya jamg'armasi hech qachon sizdan PIN kodni so'ramaydi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilishga doim e'tiborli bo'ling. Har qanday firibgarlik urinishlaridan ogoh bo'ling. 7-qadam, savollar va muammolar. Agar sizda savollar tug'ilsa yoki biron bir muammoga duch kelsangiz, darhol pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga yoki xizmat ko'rsatuvchi bankning gal markaziga murojaat qiling. Ularning telefon raqamlari pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida va banklarning veb-saytlarida ko'rsatilgan. Mutaxassislar sizga har doim yordam berishga tayyor. Hech qanday ikkilanishsiz savol berishdan tortinmang. Bu sizning haqqingizdir. Aziz do'stlar, bugun pensiyalarni to'lash tartibidagi muhim o'zgarishlarni batafsil muhokama qildik. Unutmang, bu o'zgarishlar moliyaviy barqarorligingiz va qulayligingiz uchun. Dastlabki noqulayliklar bo'lishi mumkin, ammo vaqt o'tishi bilan yangi tizimning barcha afzalliklarini his qilasiz. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va kerakli qadamlarni qo'yishda yordam beradi. Bu tartib nafaqat pensiya olish jarayonini zamonaviylashtiradi, balki mablag'lar xavfsizligi va shaffofligini ham oshiradi. Shuning uchun uni ijobiy qabul qiling va samarali foydalanishni o'rganing. Sizningcha bu o'zgarishlar qanchalik samarali? Fikrlaringizni sharhlar bo'limida qoldiring. Video foydali bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Kelajakda ham muhim mavzular haqida ma'lumot beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha